Men uchun o'lgandir ba'zi odamlar. Xatolar ko'p, to'g'ri menda ham. Yengilish bosilgandir ba'zi qadamlar. Gar hayot bo'lsalar ham, tirik bo'lsa ham, men uchun o'lgandir ba'zi odamlar. Niqobi ortidagi yuzlari uchun, qalbimda qoldirgan izlari uchun, ortimda g'iybatli so'zlari uchun, men uchun o'lgandir ba'zi odamlar. Ginada emasman hech kishi uchun, shunchaki o'tmishda qoldi u damlar. O'zlari qilgan har qilmishi uchun, men uchun o'lgandir ba'zi odamlar. Ha, azizlar, inson hayoti davomida og'riqlar, kutuvlar, xafagarchiliklar bo'lib turadi. Lekin haqiqiy ozodlik kimnidir o'zgartirishdan voz kechgan kuningiz boshlanadi. Sizga munosabatda bo'la olmagan insonlarni qo'yib yuborgan kuningiz boshlanadi. Boshqalar bilan o'zingizni hech qachon solishtirmang. Hech kimdan kutmang. Faqatgina shunchaki qo'yib yuboring va o'z hayotingizni, Alloh bergan qismatini, taqdirlarini shunchaki qabul qilgan holda har bir kunimizni shukronalik hissi bilan davom qildirish, shuning o'zi kifoyadir. Hech kimdan og'rinmang. Hech kimdan xafa bo'lishga arzimaydigan bu go'zal hayotimizni qalbimizda go'zalliklar bilan davom qildirish bizga haqiqiy baxt ulashadi. Baxt sizga hamisha hamrohligini tilayman.